Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Shved xunajinni zo'rin so'raganlar bor mana. Toza shved xunajinimiz bor akalar. Shoqi ham to'qol. Sifat qaranglar akalar. Nima deyapti akalar? Yirigini so'raganlarga yirigi bor akalar. Bo'ylari 1.35 sm akalar mana. Bo'zak. Xudo xolasa 2 oy oldin buqaga qo'yilgan akalar bu. 2 oy oldin buqaga qo'yilgan. Buqa irg'igan yo'q. 2 oy oldin irg'ib yuruvdi, hozir irg'igan yo'q. Xudo xolasa 70-80% qochgan mol. Bir qator ko'rsatib olaverasizlar akalar. Qochgan mol, qochmaganda irg'irdi buqa. Xudo xolasa qochgan. Assalomu alaykum hurmatli chorishqibozlari. Muslim Chora kanali ashaddiy obunachilar akalar. Bugun 29-iyun hafta kuniga nima bo'lyapti? Yakshanbami? Yakshanba bo'lyapti. Andijon viloyati Sharxon tumanidan bo'lyapti, o'zimiz xonadondan. Toza shved xunajinimiz bor bitta akalar. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deganlarga. Xudo xolasa qochib qolgan bo'lsa akalarim, 6 oy, 7 oy yana qonida saqlab qo'ysanglar, xudo xolasa 40-45 million so'm, 50 million so'm bo'ladigan xunajin akalarim. Ularchi 100 toza shvedlardan so'rang. Mana chuqurda turibdi. Kimgadir ma'qul bo'lsa beramiz akalar. Toza shved xunajin so'raganlarga. Yirigandan so'raganlar, yirigidan. Mana akalar. Kimgadir ma'qul bo'lsa akalar. Buni nech pul deymiz akalar? 25 million so'm bo'lsa beramiz akalar. Dastlabkasini vodiy bo'ylab qilib beramiz. Faqat ishqivozi oladigan chiqsan akalar. 30 million so'm demadik akalar. Mana. Sifat qaranglar. 30 million so'm to'g'risi deyish keragi yo'q. 25 million so'm bo'lsa beramiz. Bo'yi 1.35. Mana. Undan zo'rin so'raganlarga akalar. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. 25 million so'mga vodiy bo'ylab dastlabki qilib beramiz akalar. Boshqa viloyatlarga kelishamiz. Boshqa viloyatlarga kelishamiz akalar. Mana. Nima deyapti mana ko'ringlarchi endi. Mana. Undan zo'rini pilminni o'yin so'raganlarga mana.